Hurmatli yo'lovchilar, mana siz zakaz berish jarayonini olib boramiz. Misol uchun A tochkani beramiz, B tochkani qo'shimcha keyingi joy qilib beramiz. Va bu masofani uzunligi 1,5 kilometr. Bu 1,5 kilometrda starik tarifimiz 9,000 so'm, komfort tarifimiz 10,300 so'm, birga tarifimiz 4,900 so'm. Va bu yerda o'zimiz narx belgilaymiz. Bu yerda narx o'zimiz xohlagancha narx belgilaymiz. Misol uchun 9,600 so'm, bizda 9,000 so'm pul bor. Biz bu yerga 9,000 so'm kiritib qo'yamiz. Va biz jo'natamiz. Bu qism bu holatda birinchi o'sha haydovchiga zakaz olsa, o'sha haydovchiga SMS tariqasida boradi va SMS tariqasida borgandan keyin haydovchi bizga ham javob qaytarishi mumkin. Misol uchun o'sha aynan biz taklif qilgan pulga emas, sal qimmatroqqa bormoqchi yoki biz taklif qilgan pul unga to'g'ri keladi, ma'qul keladi. O'sha vaziyatda sekin u tanlaydi va biz yo'lovchi bo'lib mashinaga o'tiramiz. Bu yerda klientimiz, haydovchimiz bizga mana shu narxni bizga rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi o'sha narsani bizga bildirdi. Mana kelyapti. Biz agar buni qabul qilsak, bu yerda qabul qilishni bossak, qabul qilamiz. Yo qabul qilishni bosmasak, yana ham bir qanaqadir qo'shimcha kiritishmoqchi bo'lsak, yana qo'shimcha kiritishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana bu yerda yana qo'shimcha kiritib, narx tushirishimiz yoki shunga o'xshash ishlarni qilishimiz mumkin. Biz agar buni qabul qilsak, bu yerda qabul qilishni bossak, qabul qilamiz. Yo qabul qilishni bosmasak, yana ham bir qanaqadir qo'shimcha kiritishmoqchi bo'lsak, yana qo'shimcha kiritishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana bu yerda yana qo'shimcha kiritib, narx tushirishimiz yoki shunga o'xshash ishlarni qilishimiz mumkin. Qabul qildik deb bosamiz. Bu qildik deb bosgandan keyin biz ham qayta zakazni bosamiz. Bu yerda haydovchimiz qabul qildi. Keyin biz yo'lga chiqamiz. Haydovchi mana 3 daqiqada biz yetib boramiz xudo xohlasa manzilimizga. Haydovchilarimiz mana zakaz yopdi. Zakaz yopganda bizga tikiladigan narsa, bu buyuk taklif kodini bersangiz, unga qo'shimcha bonus tariqasida ballar beriladi. Buni ham asosan e'tiborga olish kerak bo'ladi. Albatta bular o'zingizga qarab beriladi. Mana bugun bitta zakazni yopib, zakaz bo'yicha ma'lumotlarni hammasini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.